Allah nur ato etdi derkanlar. 4 yoshlarida bobomizni shu yorug' dunyoni ko'rib boshlaganini onaizor guvohi bo'lganlar. Onalari farzandini ko'zlari ochilgandan so'ng juda xursand bo'lib, shu go'dak yoshligidan boshlab Qur'on ilmini o'rgatishni o'ziga o'zi va'da qiladi. Azizlar, mana qarangki, bobomizga Alloh taolo shunchalik bir kuchli xotira berar ekanlarki, 9 yoshlarigacha Qur'onni batamom yodlab olgan ekanlar. Albatta onasining yordamlari bilan. 9 yoshida hofizi Qur'on bo'lganlar, qori bo'lganlar. 11 yoshga yetguncha Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning 70 mingta hadisini yodlaganlar 11 yoshlarigacha. 16 yoshlarigacha butun ustozlarini orasida, Buxoroy Sharifning hadis olimlari, ulamolari orasida bu kishining hurmatlari ko'rinib qoladi. Bu kishini ko'pchilik tanib qolar ekanlar. Al-Buxoriy bobomiz 16 yoshlarida onalari va Ahmad ismli akalari bilan Makkaga hijrat, haj safariga jo'nab ketadilar. Demak, haj ibodatlarini ado qilgandan so'ng Buxoroga onasi va akasi Ahmad qaytib ketar ekanlar. Imom Buxoriy bobomizning yakka o'zlari hadisni chuqur o'rganish maqsadida Madina shahrida qoladi. Madina, Makka, demak Nishopur, Basra, Bag'dod, shunga o'xshash islom dunyosida 20 dan ziyod islom dunyosida safar qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning aytgan so'zlari, aytgan gaplari bizga hadis bo'lganligi barchamizga ma'lum. Mana shu hadislarni 600 mingdan ziyod to'playdilar.